Ustoz, men bir narsaga odatlanganman. O'qib yoki eshitib o'rganganimni eslay olmayman. Bomdod va shom namozlaridan keyin 7 marta Allohumma ajirni minan nar deyishni odat qilganman. Bomdoddan keyin aytilsa, shomgacha umri tugab qazo qilsa, do'zaxdan omonda bo'ladi deydi. Shomdan keyin aytsa, bomdod kirguncha qazo qilsa ham do'zaxdan omonda bo'ladi deydi. Bu biron hadisda kelganmi? Men to'g'ri eshitib amal qilyapmanmi? Maslahat beringlar, iltimos. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Dar haqiqat hadisda Imom Ahmad, Abu Dovud va Nasailar rivoyat qilgan hadislarida Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim bomdod namozidan keyin yoki shom namozidan keyin mana bu kalimalarni aytsa, o'sha odam do'zaxdan omonda bo'ladi degan. Bu hadisni Muslim bin Haris Taymiydan rivoyat qilingan hadis. Shu kishi aytadilarki, sahobiylardan Muslim bin Haris, Nabiy alayhisolatu vassalom shunday dedilar. Sen dedilar unga, Muslim bin Harisga, iza sollayta subha, bomdod namozini o'qib bo'lganingdan keyin boshqalarga, yoningdagilarga hali biror so'z aytmasdan oldin, boshqa odamlarga biror og'iz gapirmasingdan oldin Allohumma ajirni minan nar deb 7 marotaba aytgin. Ey Alloh, meni do'zaxdan o'zing panoh bergin, qutqargin deb 7 marotaba aytsang, agar bordi-yu o'sha kuni kunduzi qadaringda vafot etish yozilgan bo'lsa, seni Alloh taolo do'zaxdan qutqarganlardan deb yozadi. Ya'ni do'zaxdan qutulganlardan deb yozadi seni. Hadisda shunday keladi. Nabiy alayhisolatu vassalom aytadilarki, endi yana shom namozini o'qib bo'lganingdan keyin ham xuddi shu Allohumma ajirni minan nar. Ey Alloh, meni do'zaxdan o'zing panoh ber, qutqargin, najot ber deb duo qilsan 7 marotaba, sen demak bunda ham odamlarga hech narsa demasdan oldin gapirasan, shuni shom namozini o'qiboq, farzini o'qiboq 7 marotaba Allohumma ajirni minan nar deb 7 marotaba aytsang, mabodo o'sha kecha qadaringda vafot etish bo'lsa, Alloh taolo seni do'zaxdan qutulganlarning daftariga ro'yxatingni yozadi yoki seni o'shalardan qutulganlardan deb yozadi deb Nabiy alayhisolatu vassalom bu Muslim bin Harisga aytganlar. Demak, savolda so'ragan kishining savolidagidek Rasululloh alayhisolatu vassalom xuddi shu narsani aytganlar. Demak, shuni aytib yursa inshaalloh xayr bo'ladi. Abu Hurayradan rivoyat qilingan bir hadisda ham xuddi shu ma'no keladi. Rasululloh alayhisolatu vassalom aytadilarki, biror bir banda qaysi kun bo'lishidan qat'iy nazar 7 marotaba Alloh taolodan do'zaxdan saqlashini so'rasa, deydilar, istajara kalimasi keladi. O'sha Allohumma ajirni minan nar, ey Alloh meni do'zaxdan najot bergin deb 7 marotaba so'rasa, deydilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. O'sha paytda shuni so'raganda do'zax aytar ekanki, deydilar Nabiy alayhisalom, ey Robbim, mana bu bandang falonchi bandang sendan do'zaxdan panoh so'radi. Sen ham uni meni yomonligimdan do'zaxdan panoh bergin deb do'zax ham so'rar ekan. Banda bir kunda 7 marotaba Allohdan jannatni so'rasa, deydilar Nabiy alayhisalom, jannat aytar ekanki, Alloh falonchi bandang meni sendan so'rayapti. Sen unga meni nasib etgin deb menga kirgizgin deb jannat aytar ekan deganlar. Demak, bu fazilati bor, yaxshi amal. Shunda bardavom bo'lsa, doim aytib yursa, inshaalloh xayrli bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob.